junior dasturchi bo'lib katta IT kompaniyaga ishga kirsa bo'ladimi? Bugungi qahramonimiz Abdulloh aka hozirda katta IT kompaniya Uzinfocomda texnik yordam bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlab kelyaptilar. Uzinfocom kompaniyasida xodimlar uchun barcha qulayliklar yaratib qo'yilgan. Qulay ish joyi, katta bino, ishdan charchagan payt dam olish uchun chill zone, massaj kreslo, PlayStation, stol tennis hamda ovqatlanish uchun alohida kafe ham bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar shitga ishga kirishni o'rgatamiz. Qahramonimizdan dasturlash o'rganib ish topishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan deb so'raganimizda, dasturlashdan boshlang'ich bilimlarni o'rganganimdan keyin ko'plab korxonalarga rezyume yuborib suhbatdan o'tishga borganman, lekin ming afsus junior dasturchi bo'lganim uchun ko'p joydan rad javobini olganman deb aytdilar. Bir kuni yaqin do'stlari o'zlari ishlayotgan Uzinfocom kompaniyasiga suhbatga chaqiribdilar. Suhbatdan yaxshi o'tib ishlab ketibdilar. Abdulloh akadan mana siz dasturlashni o'rganib ish topishda shuncha qiynalgan ekansiz, dasturlashni o'rganib osonroq ish topish yo'li yo'qmi deb so'raganimizda, hozir sharoitlar juda ham zo'r. O'zim ishlayotgan Uzinfocom kompaniyasini qo'shdi YouStudy IT akademiyasi ochilgan. O'sha yerda dasturlash kurslarida o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocom kompaniyasida stajirovka qilib, dasturlashni ancha tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'qish tugagandan keyin ish topishga ham unchalik qiynalmaysizlar, chunki o'zini yaxshi ko'rsatgan o'quvchilarni Uzinfocom kompaniyasida ishga ham olib qolishadi deb aytdilar. Dasturlash kurslarim haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun kommentda plus qoldiringlar.